Assalomu alaykum muhtaram kuzatuvchim. Qandaysiz? Salomatmisiz? Dunyo tashlaridan charchab qolmayapsizmi? Mana sizga men ko'rsatib turgan narsa bilasizmi? Mana shu 20 ml qo'y yog'i o'z bepuliga. 20 ml qo'y yog'i, ishonasizmi? Meni ancha davoladi, shamollashlarga dori ekan dedim-ku. Lekin ana qilib oshdan oldin o'zim jizbiz qilib turib, issig'ida qozonni oldida ho'plab oldim dedim-ku, mana. Sopol tarelkamga solib, mana ko'ryapsizmi? Ko'chkani. Bu men uchun qadrli, ichi chuqurrog'i. Rishtondiki, boriga shukr, Rishton tumanida ishlab chiq. Shuni tayyorlaganlar, xizmat qilganlarga ham rahmat. Mana qo'yni boqqanga ham rahmat. Qo'yni so'yib, xizmat qilgan alohida, sotuvchisi alohida bo'lishi mumkin. Ularning hammasi mehnatlariga rozi bo'lsin. Xayrli baraka bersin. Qo'y boqqan ham baraka topsin. Bu safargi qo'yni dumbasi ham rosa yoqdi. Oshqozonda hazm qilishiga ham yaxshi ekan deylar. Hali dam bo'ladiku sovug'itib ichinglarga hammasiga nafas yo'llaridagi mana oshqozon nima yo'g'on ichak ovqat ichaklar boru yemaro'y hammasiga oshqozonni hazm qilishga ovqati demoqchiman. Umuman hamma organizmga qo'y yog'i issiqlikda demoqchiman. Mana tish og'riqlari, og'izdagi gaymarit shoshib gapiryapman chunki men Koreyaga tayyorlayapman-da ketishga. Baraka topinglar, sizlarga bir yaxshiliklar aytib ketay mana. Hozir anaqa to'g'rashga tayyorlab qo'ydim deb nimaga sizlarga birato'la ko'rsatib ketyapman. Mana taxtakachni ham to'g'raydigan taxtakachdirmidik to'g'raytyapmanmi? Mana hozir men sopol nima bo'lsa ham ichin shilingan bo'lsa ham men uchun aziz va qaynajonimni Alloh rahmat qilgan bo'lsin. O'zini rahmatiga olsin, savoblari tegsin, yegan ichganlarimizni hammamizniki ham ilohim. Mana shuni atay sizlarga olyapmanki, mana qo'y yog'i, mana 20 milligina qo'y yog'i ovqat hazm qilishda ham ichaklarda faoliyatini yaxshi qiladi-da, shamollashlarni oldini oladi demoqchiman. Shashilib gapiryapman, muhtaram kuzatuvchim. Oldini olmaydi, davolaydi. Juda ham shoshyapman. Sizlar bir haligi telefonda oldida hech kim bo'lmasa ham men uchun sizlar juda ham ko'pchiliksizlar, borlaringga shukr. Hali hayajon bo'lar ekan-da, oddiy syomka qilsangiz ham deng, oddiy qisqa kadr qilsangiz ham hech kim yo'q bo'lsa ham hayajon bo'lar ekan, shunaqa deng. Ko'pchilikka gapirib turgan, xuddi bir ummonda bir odamlar hammasi tomosha qilib turgandek bo'lar ekan deng. Xayrli bo'lsin, shifo bo'lsin. Hammalaring shunaqa olib qilinglar. 20 ming arzimagan. Ikkinchi marta men Koreyaga olib ketish uchun mana xo'jayinim olib kelib berdilar, baraka topsin. Ishlaringga baraka tilayman, xayrli bo'lsin. Har bitta kunlaring, soatlaring, daqiqalaring, soniyalaring ilohim. Yaxshi kunlarda ko'rishamiz Xudo xolasa. Sog' salomat bo'linglar. Mana men tarilkamni ham olyapman. Mana 20 minglik qo'y yog'ini ham olyapman. Sizlarga eslatish uchun syomka qildim. Shoshdim. Baraka topinglar. Hech ham kasal bo'lmanglar.